Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana hozir uy sharoitida oddiy, tez, hamma tayyorlay oladigan keks tayyorlaymiz. Buning uchun 10 ta tuxum, ozgina tuz solamiz. 250 gram shakarni solamiz. Mikserda urib olamiz. Mana shu holatga kelguncha 2 minut mikserda aralashtirdim. Mana shunday ko'pik paydo bo'lishi kerak, ko'tarilishi kerak. Tuxum, shakar, tuz. Ana shunda keksimiz ishib chiqadi. Bo'lmasa ko'tarilmaydi. Bunga endi 100 gramcha shidroletdanmi, margarinmi borini solsa bo'ladi. Simichka moy, подсолнечный масло. Keyin 1 stakan sut solamiz. Razrxetirimiz bor. Razrxetir bo'lmasa non soda solsa ham bo'ladi. Chayniy soda deydi-ku. Shunda ataman hozir. 2 ta vanilin solyapman, chunki 10 ta tuxumda o'ziga yarasha zapiqi bo'ladi, hidi. Prosta o'zini aralashtiramiz. Shunday. Mana endi un solamiz. Yana ozgina solamiz. Go'shonni molokadek bo'ldi mana. Shuni kakao solsa shokoladli keks bo'ladi. Biz unaqasini solmaymiz. Boshqa narsa solamiz. Mana bizda uyda mana bunaqangi qolip bor. Men shundan foydalanaman. Bu qolipda yog'lash shart emas. O'zi yopishmaydi. Rosa yaxshi chiqadi. Bu uzum. Kimdir uzumni yaxshi ko'radi. Shunga biriga uzum, biriga yong'oq, biriga konfet solib chiqamiz. Mana bular konfet. Mana keks. Keksni qilayotganda yaxshi ko'tarilib olguncha duxovkani ochmangizlar. Qaytib ko'tarilmay qo'yishi mumkin. Mana keksimiz ham pishib chiqdi.